Shu kabi akfalar necha pul bo'lyapti? Akfa narxini bilamiz. 1300 ga 1600. Tak. Shu ko'rinishda bo'ladi. Buni o'rtasiga bitta profil primo tashlaymiz. O'ng tarafini ochamiz. Bir tarafini o'zi ochiladigan bo'lsa, o'ynaga 2 qavat bo'ladi. Bir tarafi ochiladi. 130 ga 160. Buni narxi necha bo'ldi? Hozirgi kunda bitta romda narxi bugungi kun, ya'ni 11-oktyabr 2025-yil bilan buni narxini hozir chiqaramiz. Tak, so'm holatida chiqaramiz. So'm qilamiz. Narxni ko'rib chiqamiz. 1.800.000 so'mga bitta romimizni narxi to'g'ri kelyapti. 1.800.000 so'm. Agarda sizni razmerlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Biz sizga bitta romingiz yoki bitta eshigingiz necha pul chiqayotganini taxminiy hisobini chiqarib beramiz. 1.800.000 so'mga shu holatida rom xarid qilsangiz bo'ladi.